nasiya bormi? Kechagi kunda Sirdaryoda bo'lgan 5-5 loq ko'pkari bo'yicha Toshkent viloyati terma jamoasi sha'nini himoya qilib, O'zbekiston chempioni bo'lgan Mirislom polvonga qarsaklar. Omadlarni bersin. Buxoro peshgo'lik qadrdon ukamiz Anvar Rossiyaning Boytumor nomli otlari bilan tashladi. Qana Ahmadjon polvonga kelyapti, tomondan chiqing yuqori. Qana Ravshanboyni Spartagi bilan qara. Omadlarni bersin. Navbatdagi marra solimlar 7-marramiz bir gilam. Bir gilam bir lavh borish, $50 qaytish. Yuqori marramizga omadlarni bersin. Buxoro peshgo'lik. Ya Ahmad desam bu o'zimizni g'allar oldi polvoniku. Doston polvon omadlari bersin. Jizzax g'allaral. Doston polvon uzoq polvon nabirasi. Doston polvon mashhur polvonimiz. Buxoro g'ijduvonlik Ravshanboy ukamizning Spartak nomli otlari bilan Buxoro G'ijduvon Ravshanboy ukamizning Spartagi bilan Jizzax g'allaral Doston polvon omadlarini bersin. Doston polvon bir gilam qani harakat qilinglar. Qani bir gilam bir lavh borish, $50 qaytish polvonlar. Harakat qilinglar. Mana Qo'shrobodlik yosh polvonlarimizdan ortiq polvonga mana kompensatsiya berilyapti. Samonga 3 metr yetmay qolganligi uchun. Mehmonlarni jilovni ushlamanglar, yigitlar. Tez yordam xodimlari bormi? Militsiya xodimlari bormi? Mana shu bir polvonga yordam kerak bo'lyapti. Qani navbatdagi 7-marra solimlari bir gilam bir lavh. Bu lavh degan narsa ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Mana ko'pkarlarimizda hattoki qizil tuya desak ham ko'pchiliklar noto'g'ri tushunganda, endi tushunmagan aniqroq. Ko'pkari tilida tillo zirak, tillo uzuk, tillo buyumni qizil tuya deydi. Ko'pkarning tilida, ya'ni shevasida atamalar shunday. Hozir mana lavh deyapmiz-ku. Allohning muqaddas kalomi Qur'oni Karimni qo'yib o'qiydigan mana bunaqa kitobdas bo'ladi, bilasizlar-a? Kitobdas, lavh. Ana shu narsa lavh degani. Bir gilam bir lavh borish, $50 Amerika puli qaytish polvonlar. Qani harakat qilinglar, chopinglar. Qani makkan bo'lar oxirigacha somonga tomonga adashma. Qani Sundor polvon makkan bo'l. Qani makkan bo'lar oxirigacha makkan bo'lar. Qani Sundor polvon dadaga qani Sundor makkan bo'l. Hali sirtdasan makkan bo'lar. 5 metr sirtdasan makkan bo'lar. Qani makkan bo'lar. Qani uzib tashla. Uzib tashla Sundor. Pastki marramiz polvoni Muhammadjon polvon omadlarini bersin. Muhammadjon polvon Buxoro Romitan, Buxoro ko'pkari yulduzi Kozim polvonning egasi, Komil xo'ja akamizning o'g'illari Muhammadjon polvon omadlarini bersin. Pastki marramizga bir gilam bir lavh solim berasiz. Muhammadjon polvon otdek Muhammad. Buxoro peshgo'dan G'ayrat qassobning Boytumor nomli otlari bilan Buxoro peshgo'lik Anvar Rossiya ukamizdan chiqqan Boytumor bilan G'ayrat qassobning Boytumori bilan bir gilam bir lavh solim berasiz pastki marramizga. Muhammadjon polvon Buxoro Romidan qani halollaysan polvon, tushdimi? Omadlarni bersin. Sundor polvon Samarqand katta qo'rg'on bunyodkor Diringni polvoni Sundor polvon omadlarini bersin. Sundor polvon yuqori marramizga $50 solib berasiz Sundor polvonga. Samarqand paxtachi Ziyodillik qadrdon ukamiz Qodir Yemchining
Kobra 727 nomlodlari bilan tashladi. Qani pastki marramizga qarab. Qani Navoiy, Navbahor ijodi polvoni Soyib polvonda ketyapti aka. Navoiy Navbahor Amir O'ktamovning Bo'ron nomli